100 gram. Uni suvga hozir nima qilib mana shu 25 litr suvga qo'shib olamiz. Xullas mana shu hidrogen degan ana paqirda 12,5 kilo 25 kilolik paqirda 12,5 kilo sig'adi. Xo'p, bu 10 minutga borib bormay mana shunga aylanadi. Mana shu endi gidrogen. Gidrogen degani mana shu. Vazifasi ildizga bir xil suvni berib chanqoqlikdan asraydi. Muddati 3 yildan 5 yilgacha. 3 yil. Mana shu ildizni atrofini 15-20 santimetr chuqurlikda qovladim. Mana shuna qilib ildizga doim nam bor qolmaydi. Suv yo'q joylarda ayniqsa juda kerakli narsa bizning muhitga.